Diqqat, shoshilinch tezkor xabar. O'zbekiston fuqarolariga moliyaviy yordam beriladi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lib, video ostiga bir dona like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonni doim qo'llab-quvvatlasin. Diqqat qiling. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qaroriga asosan aholini tadbirkorlikka jalb qilish va bandligini ta'minlash uchun moliyaviy yordamlar ajratish tizimini takomillashtirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi O'zbekistonda yangi turdagi moliyaviy yordamlar joriy etiladi. Qarorga ko'ra, kambag'allikdan farovonlik sari dasturida belgilangan vazifalarni amalga oshirish uchun quyidagi yangi turdagi moliyaviy yordamlar joriy etiladi. Ozodlikdan mahrum etish jazosini o'tab bo'lgan fuqarolarga ular tomonidan tadbirkorlik, me'morchilik, hunarmandchilik kabi yo'nalishdagi aniq loyihalarni amalga oshirish uchun mehnatga haq to'lashning eng kam miqdorining 10 barobarigacha miqdoridagi subsidiyalar beriladi. O'zini o'zi band qilmoqchi bo'lgan ishsiz fuqarolarni yoki kambag'al oilalar a'zolarini kasanachi sifatida olgan tadbirkorlarga ularni aylanma mablag'larini to'ldirish uchun har bir jalb qilingan kasanachi uchun bazaviy hisoblash miqdorining 10 barobarigacha miqdoridagi 3 yilgacha bo'lgan muddatga foizsiz ssudalar beriladi. Ijtimoiy himoya yagona reyestri va kambag'al oilalar reyestriga kiritilgan oila a'zolariga o'z faoliyatini boshlashi uchun zarur bo'lgan asbob-uskunalarni xarid qilish uchun bazaviy hisoblash miqdorining 50 barobarigacha miqdorida 6 oydan 3 yilgacha muddatga foizsiz ssudalar beriladi. Kambag'al oilalarga dehqonchilik va bog'dorchilik tashkil qilish uchun dehqonchilik va bog'dorchilik xo'jaliklariga suv quduqlarini burg'ulash, nasos agregatlarini sotib olish, tomchilatib sug'orish tizimini o'rnatish va elektr tarmoqlarini tortish uchun 6 oylik imtiyozlik davr bilan bazaviy hisoblash miqdorining 200 barobarigacha miqdoridagi 5 yilgacha muddatga foizsiz ssudalar beriladi. Mahallalarning ixtisoslashuvi va driver yo'nalishlaridan kelib chiqib, o'z tajribasini 10 tagacha kambag'al oilalarga o'rgatgan va ularga doimiy daromad manbaiga ega bo'lishga ko'maklashgan tadbirkorlarga har bir kambag'al oila uchun bazaviy hisoblash miqdorining 3 barobaridan 30 barobarigacha grantlar berilishi ko'rsatilgan.